Bitta like bosib qo'ying. Bizni shu Mercedesni hamma joyini o'zgartirib berganmiz. Rangidan tortib salonlarigacha. Mehnatimizga bitta baho berish sizdan, aka. Bu mijozimizning 3-mashinalari. Bundan oldin Taho'ni va BMW X6 mashinalarini polni qilib bergan edik. O'zlarining prinsiplari bor, ya'ni rangli diska qo'ymaydilar. Shuning uchun bu mashinaga svetli, kovanli bo'lgan stolnoy diskani Habibullo do'stimiz taqib berdi. Keyin mashinani polni broni plyonka qilyotgandik. Undan ko'ra rangini o'zgartirib o'ra qoldik dedilar. Ko'rishingiz mumkin, poliuretan qilib qora rangi shunaqa mokri asfalt rangi o'zgartirib berganmiz. Yana bitta prinsiplari mashinani 5 shumka haydamaydi. Inomarka bo'lsa ham olib keladilar. Polniy shum izolyatsiyasini qilib berganmiz. Saloni o'tgan safargi BMWlari ham qizil edi. Uni olib tashab, shunaqa svetli seriyada qilib bergan edik. Bu ham qizil rang edi, ko'ryapsizlar. Buni ham polniy olib tashab, o'rtasini koja, chetlarini alkantara va choklarini seriyada qilib berganmiz. Tarpetgan rangi qora edi, lekin shu chokka qizili ham yoqmadi-da. Xullas, hamma obshivkalarigacha biz polniy salonni kojadan ishlab berganmiz. Boshqa reklamalarni qo'ysam, like bosasizlar. O'zimizdan ish qo'ysa, like bosmaysizlar. Olib like bosib qo'ying. Ko'pchilik ko'radi, manfaatlanadi. Rullarigacha, poliklarigacha, xullas gilam polik qilib, hattoki obshivkani cho'mchaklarigacha baxtli qilib berganmiz. Xullas, akamiz bizga 3-mashinani ishonib topshirdilar. Siz ham bemalol mashinangizni Tuning House'ga ishonib topshirsangiz bo'ladi.